Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Men dunyoni nima qildim, dunyo o'zi bir kam bo'lsa, qalbim tilka pora bo'lar, onam ko'zida nam bo'lsa. Ko'zlarimga qarab qoling, nima jon bolam desa, otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Jumla jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Jumla jahonim ular, baxtu kamolim tilar. Bemor bo'lsam ming bor o'lib, ming bor tirilgan ular. Otam davlatim, onam jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Qo'lim ochib duoga otamning umrini uzaytir Alloh dedim. Boshim qo'yib duoga otamning assalomu alaykum barcha mehmon mezbonlarga. Barchalaringiz sog' salomatmisizlar? Bugun Shukrona ayyomlari bo'ladigan onajonimizni qolaversa hojatlarimiz yonlarimizda kelsalar, kelib mashhurda kelamiz. Chaqa birgalikda yaxshimisizlar, jonlaringiz sog'mi? Onajon Shukrona ayyomlar bersin endi. Xolasa bugun mana shu xonadonlaringizga mehmon bo'lishimizning sababchilari borda. Musofir yurtlarda yurib o'g'lingiz Umidjon akamiz, qolaversa barcha farzandlaringiz bizga murojaat qilib, bugun mening farishtamdi, jannatimda, dunyodagi eng aziz insonimdi Shukrona ayyomlari. Bugun shu munosabat bilan onajonim uchun bir chiroyli syurprizlarni tayyorladik. Biz onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Balki yuzlariga yaxshi ko'raman degan so'zlarni ayta olmagandirmiz. Lekin shunday bo'lsa-da, yurakdan, qalbdan juda yaxshi ko'ramiz ota-onamizni. Vaqtimizga sog' omon bo'lsin, uzoq umr peshvosin ko'rsin deb jannatim onam nomli gullarni siz uchun maxsus tayyorlabgan ekan. Bitta chiroyli biroz qarsaylaringiz bo'lsa, albatta onajonimizga topshirib qo'ysalar, ornishkamiz o'zlardan. Hali chiroyli qarsaylar bilan albatta qarsaylar davom. Xonadonlaringiz har doim shunday fayzli, barakatli, doimo quvonchli bo'lsin onajon. Onajon shu kunlar bilan birgalikda bir chiroyli so'zlarda ham aytdilarki, onajon sizga bir quchoq gul jo'natdim. Tomirida baraka, butog'ida iymon, navdasida hurmat, iforida jannat ila shunaqangi ajoyib jannatim onam nomli gullar siz uchun maxsus bo'ldi onajon. Qolaversa, dadajonlari uchun ham maxsus Ka'batullohni maketachilar naborlarni tayyorlatgan ekan. Inshaalloh chiroyli xat safarlarni chin dildan niyat qilib, sizlar uchun maxsus bitta biroz qarsaylaringiz bilan dadajonlariga xudolarga topshirib qo'yamiz. Ka'batullohga albatta marhamat. Qarsaylar eshitmayapti, bitta chiroyli qarsaylar bo'lsin. Chiroyli qarsay bo'lsin. Albatta, ana bor ekan-ku. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozirlar qolaversa shu farzandlaringiz bizga murojaat qilganda so'zlarda aytdilarki, to'g'ri, dadajonimiz milliarderlar orasida emasdir. Lekin biz yoshlikdan ko'chaga oyoq kiyimsiz chiqmadik. Tunlarda och qorinda uxlab o'tkazmadik. Bizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan inson dunyodagi eng ulug' insonim, davlatim, qadrdonim, otajonim bo'ladilar. Baxtimizga doim sog' omon bo'lsin, uzoq umr peshvosin ko'rsin dedilar.
Qolaversa yana bir chiroyli so'zlarda aytdilarki, biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, boshqalarni ota-onalari o'zi uchun qadrlidir, azizdir, lekin mening otajonim, onajonim dunyoda yagona aziz ota-ona bo'ladilar. Vaqtingizga doim sog' bo'lsin, omon bo'lsin deb Xudoolasa shuninglardan sizlar uchun vaqt tayyorlab ko'rgan. Bitta biroz tavsiyalar bilan albatta topshirib qo'yamiz, marhamat. Sevgilinizdan xonadonlar isfardan ishlaysangiz bo'lsin. Qani qarsonlaringiz bor. Xudoolasa qarsonlarda aylanib turasiz, Xudoolasa. Sevgilinizdan xonadonlaringiz fardoshli, fayzli, barakatli, doimo quvonchli bo'lsin. Ana endi Xudoolasa ilk she'rlarda ham bizga yozib qoldilarki, farzandlaringiz nomidan onajon. Onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar odamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi yemaydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni onam uchun, jannatlardan o'zga tilak emas. Gar otamsiz, onamsiz kirsa jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomini solib boray. Otam uchun, onam uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak emas. Gar otamsiz, onamsiz kirsa jannat kerak emas dedilar. Barchalaringizga sog'lik, salomatlik tilagan holda yana bir onajon shukrona ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ana sevgili marhamat Ojon aka, mana shu mikrofonni olasiz. Bitta chiroyli da'voysiz, marhamat. Hani İlahi amin. Xudovandi karim. Şu 2 yosh qo'shiq qarib peri badavlat bo'lib hoji bomo bo'lganda hoji bomo bo'lgan yana hoji bomo hoji bomo bo'lsin. Ilohim balasini rohatini ko'rsin, huzurini ko'rsin. Asla do'stga qor dushmanga muhtoj bo'lmasin ilohim. Xonadonlariga hamisha to'y ustiga to'y bo'lib, bundan ziyoda bo'lib, Xudo yuzlariga kirim nevara chevarasi ko'p bo'lib, ilohim sizlarga ham qo'sha qaringlar, peri badavlat bo'linglar. Sizlar kamerachilarni ham ilohim nevara chevaralari ko'p bo'lib, shu balamda girda atroflaring, kallalaring to'ydan chiqmasin ilohim Parvardigor. Ey Xudovan nevara chevaralarimdan umrini, aqlini, iymoni, insofi, mehr-oqibatini bersin. Do'stga xor, dushmanga muhtoj qilmasin. Shu xonadonni Xudovandi karim hamisha farishtaday to'yxona bo'lsin. Rizqlarini bersin, omadlarini bersin. Safardagi bolasini ham ilohim umrini, aqlini, iymoni, insofini berib, kasbni ko'riga baraka bersin. Bola chaqasi ko'p bo'lib, o'ynab kulib yursin ilohim. Hamisha to'ylarda bolalaring chiqmasin. Ilohi amin. Xo'ja Akbar jonim katta yigit bo'lsin. Ota-onasiga yo'ldosh bo'lib yursin. Qolganini aytaman. Tinchlik omonligini bersin Xudoya Parvardigorim. Allohu akbar. Rahmat sizlarga ham balajon. Mayli. Ana endi bitta chiroyli qarsonlaringizni ayamaysizlar shu onajonimiz uchun, albatta. Marhamat. Ana endi Xudoolasa yana bitta chiroyli she'rimiz bor. Musofir yurtlarda yurgan o'g'illaringiz nomidan onajon. Issiq non ko'tarib, so'rab ahvoli. Borolmay kechalar qiynaydi vijdon, mana necha oyki bilmayman holing. Musofir bolangni kechir onajon. Hayot tashvishi deb yugurdim, chopdim. Ming shukr barini berdi Xudojon, ammo bulardan na halovat topdim. Musofir bolangni kechir onajon. Hoji qilolmadim shu yoshga kirib, hali his qilmading bunday hayajon. Yashading har nedan baxtni qidirib. Musofir bolangni kechir onajon. Yelkamda Ka'bani tavof qilmading. Gunohim qalbingdan o'chir onajon. Bir marta bo'lsa ham xafa bo'lmading. Musofir bolangni kechir onajon deb Xudoolasa shu musofir yurtlarda yurib bir chiroyli tilaklar bilan birgalikda yana bir chiroyli so'zlarda aytdilarki, akajon dedi, onajonimiz, dadajonimiz bizni vaqtimizga sog' bo'lsin. Ularni bir kechalik qilgan xizmatlarini hech qachon ado eta olmaymiz.
Shunday bo'lsa-da arzimagan surpriz bilan bir xursand qila olgan bo'lsa, boshim ko'klarga yetadi. Baxtimga doim sog'-omon bo'lsin. Davlatim otajonim, jannatim onajonim dedilar. Baxtimizga doim sog' bo'lsin dedilar. Ana endi dadajonlari ham xudolarga o'zini dildagi so'zlari bo'lsa, duolari bo'lsa, marhamat o'g'lingiz uchun. Duolarim men uchun tumor. Biz qidirib bo'lmayman xumor, menga hech kim berolmas ozor. Chunki baxtimga ishongan tog'im, davlatim otajonim dedilar. Marhamat keling. Mikrofonni olib bitta chiroyli duo qilib beradi, mana shu kameraga qarab xudo olasa. Voy shu o'g'limda ham farzandi xuddi o'ziday bo'lsin. Hoji bobo, hoji momo qilsin ota-onasini. Nima niyati bo'lsa niyatiga yetib o'ynab kulib yursin. Ilohim hamisha uyi to'yxona bo'lsin. Allohu akbar. Onajon siz ham ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa, ha? Duo qiling, ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa, o'g'lingiz ko'rib turibdilar. Farzandingiz ko'rib turibdi. Mayli o'g'limni Xudojo asrasin. Nima niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Balalarini rohatini ko'rib, qizlarimga ham iymon insof berib, Xudojo qizlarim ham mana shunday hoji ona, hoji momalar qilsin ota-ona, balalari ota-onasini. Balalarim, farzandlarim hammasi iymon insoflik bo'lsin. Xudo asrasin. Hamma jumla mo'minni shani qatoriga meni balalarimni ham, nevaralarim, kuyovlarimni, bachalarimni hammasini Xudo asrasin. Rahmat sizlarga ham ilohim Xudo asrasin. Ota-onalaringning izzatini tutinglar ilohim. Rahmat, salomat bo'ling. Bizda deb g'amlar yutgan, o'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib tutgan. Otam, onam boriga shukr, asrab ko'z qarog'ida, o'stirdi ardog'ida, hayotimning bog'ida. Onajonim boriga shukr. Yuragim g'am bilmadi, ko'zlarim nam bilmadi, birovdan hech kam qilmadi. Otajonim boriga shukr. Onam eng chiroyligim, otam bori boyligim, baxtim ham quvonchligim. Otam, onam boriga shukr deb xudolasa, ana onajon yana bir bor shukrona ayyomlar muborak bo'lsin. Shunday fayzli, barakatli, doimo to'yxona bo'lsin onajon. Xudolasa yaxshi kunlaringizda yana bizlarga bir chiroyli surprizlar bilan xursand qilish nasib ro'z aylasin. Ana endi xudolasa farzandlaringizni bir iltimoslari bor ekan. Sho'x ota-ona haqida sho'x qo'shiq qo'yib bersalaringiz, dadajonim, onajonim, barcha yaqinlarimiz bir xursandchilik qilib bersa deb iltimos qilgan ekan. Iltimoslariga binoan mana shu qo'shiqlar sizlar uchun barchani davraga taklif qilamiz. Marhamat. Shu navoni chaling ushal avjidan, davrani kengroq oling qani qaytadan. Shu navoni chaling ushal avjidan, davrani kengroq oling qani qaytadan. Otam o'ynasin, o'ynasin onam. Yayrab baxtidan, otam. Menga Xudo bergan jonajonlarim, mehrini ayamagan mehribonlarim. Menga Xudo bergan jonajonlarim, mehrini ayamagan mehribonlarim. Davlatim, savlatim, katta baxtim, otam o'ynasin, o'ynasin onam. Davlatim, savlatim, katta baxtim, otam o'ynasin, o'ynasin onam.
oynasın ey oynasın anam saklanıp şaklanıp Dünyasılar kaçıyor Hacı atı anam oynasın Kaybolara kızın boğu Barzanlara kilim yığı Bizlerden yer yağıyor Hacı atı anam oynasın 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 Hacı atı anam oynasın 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 Hacı atı anam oynasın La voz por Tamam. Onajon, yana bitta chiroyli she'r bilan yakunlamoqchiman-da. Ularga aytaman cheksiz rahmatim. Ularga baxshida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim. Pok qalb sohibi otam. Eng g'amxo'r mehribon inson bu onam. Ular bor, ayting birovdan nimam kam? Otam davlatimdir, onam jannatim. Shunaqa mehrli otam ko'zlari, shunaqa sehrli onam so'zlari, bir suyib ketaman suyganim sari. Otam davlatimdir, onam jannatim deb xulolasa musofirliklarda yurib o'g'lingiz Umidjon bo'lib qolaversa, barcha farzandlaringiz bugungi syurprizni sizlar uchun maxsus tayyorlabdi. Farzandlaringizni baxtiga doim sog' omon bo'linglar. Inshaalloh 100 ga kirganlaringizni ham kelib bir chiroyli xursandchilik qilib, syurprizlar bilan tabriklar qilish nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga katta rahmat. Sog' bo'linglar.